Aka, remontli uyga qarang, qanaqasidan topib qo'ydim men sizga. Bugun o'sha Uchtepa Avenue kelganmiz. 5-etaj 2 xona, ana Fakanashtayn remont bo'lgan uydan ketdik. Bu yoqdan boshlaymiz. Bitta baho berib qo'yasiz, spalni 2 xona. Lekin buni bemalol 3 xona ham devorsangiz bo'ladi, chunki bitta zo'r joyi bor, ko'rsatib ketaman. Xo'p, hojatxona sanuzullarimiz alohida remontlariga bitta baho berib qo'ying. Qanaqa kafellar ishlatilgan, yaltirab turibdi. Hop, hojatxonamiz bu yoqda joylashgan. Mana biz operatorimizga oson bo'lsin, montajda qiynalmasligini ko'rsatib ketamiz. Bu oshxonasi. Oshxonani o'zi alohida mavzu. Mana bularning hammasini eng zo'rlari ishlatilgan materialdan. Eshiklarni ham bitta qarang, qanaqa sifatlisidan, og'irlardan ishlatilgan. Bu uyimizning zal qismi, mana bu o'tiradigan joy, ko'rib turganingizdek, uy kvadraturasidan maksimal foydalangan. Oshxonada choy ichib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz, mana bu ikkita xona alohida bo'ladi. Yangi oilalarga, umuman o'zi kvartiradan chiqib o'zi uchun uy olmoqchi bo'lgan akalarimizga Alloh shunaqa uylardan bersin, amin deb kommentariyga yozib ketasizlar. Bu uyimiz masalasida esa mana bu raqamga qo'ng'iroq qilasizlar. Pastda hamma kerakli ma'lumot bo'ladi. Lokatsiya, joylashuv hammasi udar. Olsangiz bo'l, inshaalloh baraka topasiz.